Politsiya to'xtatganda qanday dokumentlarni talab qiladi? Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarda Rossiyada eng ko'p uchraladigan holat, ya'ni politsiya to'xtatganda sizdan qanday dokumentlarni talab qiladi va biz qanday dokumentlarni ko'rsatishga majburmiz. Shular haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu video asosan Rossiyaga yangi boruvchilar uchun. Sababi, agar siz Rossiyaga yangi bormoqchi bo'lsangiz, politsiya to'xtatganda aynan qaysi dokumentlarni ko'rsatishga majburmiz, shular haqida bilishingiz kerak. Bilasiz, Rossiyaga borganingizdan keyin eng ko'p uchraladigan holat bu, tabiiyki, politsiya sizni to'xtatib dokumentlaringizni tekshirish bo'ladi. Ya'ni siz odatdagidek ishga ketyapsiz. Politsiya asosan yo'llarda yoki metrolarda turib to'xtatib sizlarni quyidagi dokumentlaringizni talab qiladi. Birinchisi bu pasport, keyin registratsiya, migratsion karta, patent va patent cheklari. Mana shu yerga hammasini yozib qo'yaman, birma-bir, oldinma-keyin. Keyin bu yerda e'tibor qilsangiz, patent to'langanlik cheklarini ham kiritganman. Sababi, patentingizni cheklarini politsiya so'rab tekshirishga haqqi bor. Sababi bu patent to'lov cheklari sizni patentingizni amal qilish muddatini uzaytirganini tasdiqlaydi. Shuning uchun doimo patentni to'langanlik cheklarini ham yoningizga olib yuring. Patentni o'z vaqtida to'lab boring. Agar siz o'z vaqtida to'lamasangiz, politsiya ushlaganda qonuniy sizga chora ko'rishga bemalol haqqi bor. Shuning uchun mana shu yerda yozib qo'ygan dokumentlarning barchasini, ishga borasizmi, misol uchun ko'chaga yurasizmi, qayerda bo'lsangiz ham doimo yoningizda bo'lish kerak. Bugungi video ma'lumotlar shulardan iborat edi. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Bu videoni o'z yaqinlaringizga podelitsiya qilib tarqating, ular ham boxabar bo'lishsin. Keyin pastki kommentariy va opisiyaga Telegram guruhim va ikkinchi YouTube kanalim ham bor. Albatta obuna bo'ling. Keyin fikrlaringiz men uchun qiziq. Sizda ham politsiya ushlab to'xtatganda aynan qaysi dokumentlarni sizdan talab qilgan? Iltimos shular haqida batafsil kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozing. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling.